Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Javohir. Do'stlar, bugungi qismimizda biz rekordni yangilashga harakat qilamiz va tepadagi AirPods'larni yig'ishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Qani go. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, kanalga obuna bo'lish va like bosishni esdan chiqmasa do'stlar, bizda yangi yilgacha 500 ta bo'lishimiz kerak do'stlar. Qani go unda. Obunachilarimga kattakon rahmat. Sizlarni qo'llab-quvvatlashda davom etaman. Meni ham qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Familiyaga rahmat. Sizlarni podishkalar bilan biz 112 ta bo'ldik. Do'stlar, hammaga kimning YouTube kanali bo'lsa, hammalariga omad tilab qolaman. Do'stlar, hozir bu Subway o'yinga yangi sezon kelgan. Yangi sezonning nomini bilmadim. Hozircha tortib ko'rsanglar bilasizlar do'stlar. Xullas do'stlar, qarorchi size o'yinni boshlayman. Gapirmasdan o'ynayman, chunki gapirganimda chalg'ib ketishi mumkin va o'yin tugab qoladi do'stlar. Har holda bir raund bo'ladi. O'yinimiz qolib ko'rishiga do'stlar. Xo'p, yaxshi hozircha xo'sh. Yo'q, voy, iPod chiqdi. Quloqchinlar, adashtirvormani. Hozir ham iPod'dan yo'q, Hech gapirmayman do'stlar. Mana bunaqa ishlarmi deydi? Subway o'yinda bitta zarchilar bo'ladi. Uni ko'rib oldim bilganman. Mana bu o'yinni tortganimga yaqin bo'lmadi. Tortganimga 3-4 kun bo'ldi do'stlar. 3-4 kun ichida skinlar ochib, pullar yig'ib va kreditlar qildim do'stlar. Hammaga omad. Ayniqsa hozir menga omad kerak bo'ldi. Surpriz olmadim. Mayli. Hozir katalogchingiz yana 6 ta olishimiz kerak. Do'stlar, video olishga davom etamiz. Do'stlar, qarang, iltimos ko'pchilikdan so'rayman, kanalga obuna bo'lish va like bosishdan chiqmasdan. Bu video ikkita qismdan iborat bo'ladi. Mana